Kelinlarni xonasiga taqillatmasdan kirish, yumshoq qilib aytganda odobsizlik. Nima qilishlik kerak bu vaziyatda? Odobi qayerda? Eshik taqillatiladi va kutiladi. Ichkaridan kimdir chiqib o'zi eshikni ochishligini yoki bo'lmasam ovoz berib turib, labbay kirsangiz bo'laveradi degan gapni biz eshitishimiz kerak-da. Men eshikni taqillatdim deb turib, bemalol eshikni ochib ichkariga qaralmaydi. Men eshikni taqillatdim deb turib, ichkarini birdaniga ochib masa ichkariga kirilmaydi. Bu noto'g'ri narsalar. Har xil vaziyat bo'ladi, noqulay vaziyatlar bo'ladi. Bu uy meniki, shaxsiy mulkim, xohlaganimdek yashayman, menga qonun qoidalar yo'q degan narsa bu noto'g'ri narsalar. Sizni uyingiz, lekin ajratib berilgan xonada u. Nafaqat kelinlar, o'g'illarimiz, qizlarimiz, kattalarning xonalari umuman qoidasi shu, eshik taqillatiladi va kutiladi. Ming afsus, oldingi videoni kommentariyasini ko'radigan bo'lsanglar, shunaqa insonlar bor ekan. Yarim tunda ham xotin bir yotgan paytda ham ichkariga kirib boradigan insonlar bor ekanda. Uyda hech kim bo'lmagan paytda, kelin bo'lmagan paytda xonasiga masalan kirib narsalarni titadiganlar, nimasi bor, nimasi yo'q qaraydiganlar bor ekan. Ming afsus, bu noto'g'ri narsalar. Nimadir yo'qoladigan bo'lsa, ertaga shubha, gumon, o'g'irladi, yo'qoldi, kirdi, kirmadi degan narsalar. Sovuqchilik, urush, janjallar kelib chiqadi-da. Ba'zilar xonani eshikni qulflatmas ekan, yo'q qulflamanglar, qulf osmanglar degan gaplar, unaqa qilmanglar iltimos. Ertaga janjal bo'lmasligi uchun bu narsalardan voz kechishlik kerak va определенный ma'lum bir ramkalarni chizib olishimiz kerak biz. O'shanda to'g'ri bo'ladi. Hammamiz bir-birimizni, hududimizni, chegaramizni hurmat qiladigan bo'lsak, eng to'g'ri yo'l shu.